Assalomu alaykum azizlar. Bugun fermaga bo'yina bitta quyoncha olib keldik. Samka. 7 oylik. Shu samkani olib keldik. Keyin kechagi Kaliforniyaga olib kelganimiz ikkitasi kechani o'ziga sotildi. Bo'yina bor. Bu quyonchani taniganlar bormi? Bunday zotda. Bo'yina bitta sherigi bor edi mana. Bo'yina bittasi mana sherigi. Bularni taniganlar bormi? Taniganlar bo'lsa agar kommentariyaga yozib ketinglar. Bu quyonlarning egasi juda ham mashhur. Shulardan sotuvda bor keyin. Keyin strakachilarimiz Kaliforniya samka bo'g'oz masxali. Bugun ertaga qo'shaman buni. Pastga nomer telefon qoldiraman, aloqaga chiqaveringlar.